Moliya bozorlari va iqtisodiyotning uyg'unlashuvi. Umuman iqtisodiyotda moliya bozorlari haqida juda ko'p miflar yoki murakkab hodisalar, ularni o'rganish tartiblari, metodikasi o'zgarib turadi va turli insonlarning moliya bozoriga nisbatan turli xil yondashuvlari mavjud bo'ladi. Moliya bozorlari juda ham har xil va ular qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar, futureslar, opsionlar va boshqa qimmatli vositalarni, shuningdek, valyuta moliya munosabatlarini o'z ichiga oluvchi jarayon hisoblanadi. Qaysidir rakurslar uchun u juda murakkab, ya'ni agar moliyaviy derivativlar, qimmatli qog'ozlarning hosilalari haqida gapiradigan bo'lsak, u juda murakkab tuyuladi, lekin uning kelib chiqishi nihoyatda sodda bo'ladi. Shuning uchun xalq orasida moliya bozorlariga qiziqish va jozibadorlik oshib boraveradi va ularning murakkablashuvi turli xil intrigalarni keltirib chiqishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umuman moliya bozorlarining shakllanishi, ya'ni oldin bir kompaniya shakllanadi, u kompaniya rivojlanadi va u o'z qimmatli qog'ozlarini o'ziga investitsiya jalb qilish maqsadida bozorga kirishga harakat qiladi va bozorda bu qimmatli qog'ozlarni iste'molchisiga, ya'ni qimmatli qog'ozlarni xarid qiluvchiga sotadigan provayderlar mavjud. Ya'ni ular originate distribute, ya'ni vositachilikni ta'minlab beradi. Va juda kuchli talab asosida mana shu vositachilik rivojlanib boradi. O'rtaga reyting agentliklari va boshqa xususiy hodisalar chiqishi mumkin bo'ladi. Moliya, ya'ni uning paydo bo'lishi hozirgi zamonda bilamizki, iqtisodiyotni kreditsiz tasavvur qilish qiyin bo'ladi va kapitalizm davrida, xususan bozor iqtisodiyoti davridagi eng noyob hodisalardan bittasi, siz o'zingizni emas, balki o'zingizga tegishli bo'lmagan pullarni ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu nima? Bu kreditlar va u moliya bozorini shakllantirishga xizmat qiladi. Aytganimizdek, ko'pchilik moliya bozorlarini o'sha bozordagi murakkabliklar, xususan Frankfurt, London, Parij, Tokio, Sidney moliya bozorlari haqida ko'p va xo'p gapirishadi va qimmatli qog'ozlarning spekulyatsiyasi va boshqa jarayonlar, unga Federal Rezervning ta'siri va boshqa murakkab fikrlarni bildirishga harakat qilishadi. Aslida ularning kelib chiqishi juda oddiy. Bu moliya bozorlarining hozirgi liberal shakli 1920-yillarda JP Morgan vositasida, ya'ni JP Morganning tavsiyasi va uning paychiligida zamonaviy moliya tizimiga asos solinadi. Mana shu yerda moliya sanoat guruhlarini integratsiyasini ham aytib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni oddiy qilib aytganda, O'zbekistonda Asaka zavodi bor. U zavodni mashinani sotish, avtomobilni umuman moliyaviy xarajatlarini qoplash, Asaka zavodi bilan bo'ladigan moliyaviy barcha ishlarni amalga oshirish uchun Asaka banki ham mavjud. Ya'ni sanoat va moliya bir ko'rinishda mavjud bo'ldi. Buning asosini JP Morgan yaratib beradi. 1910-yillarda JP Morgan Amerikaning yana bir katta ishbilarmoni bo'lgan Andrew Carnegie'dan butun boshli kompaniyani $600 million, ya'ni hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra 500-600 milliard dollarga sotib olishga muvaffaq bo'ladi va uning bir gapi bor edi. Tabriklayman, siz dunyoning eng boy odamiga aylandingiz. JP Morgan bu juda katta sanoat guruhini moliya bilan integratsiya qilishga harakat qiladi va butun birja mana shundan kuch olishni boshlaydi. Ya'ni sanoat pozitsiya beradi, qandaydir mahsulotlar ishlab chiqaradi, keyin bu mahsulotlarni naqadar zo'rligini qaysidir usullar bilan dunyoga tarqatib, uni qimmatli qog'ozlarini yana ham qimmatga baholashga harakat qiladi. Mana bu yerda reyting agentliklari katta rolni o'ynaydi. 2008-yildagi jahon moliyaviy inqirozining eng asosiy sabablaridan bittasi asosiy kompaniyalarning tannarxidan ularning qimmatli qog'ozlari 10 barobarga oshib ketganligi. O'sha paytda Amerika yalpi chiqish mahsuloti 65 trillion, 70 trillion atrofida bo'lgan bo'lsa, qimmatli qog'ozlar 650 yoki 700 trillionga chiqqanini ko'ramiz. Ya'ni kompaniyaning asbob uskunalari, ishchilari, yeri, barcha uning turishi aytaylik $10,000 ga teng. Lekin uning qimmatli qog'ozlari, turli xil ko'rsatkichlar, reyting agentliklarining baholari, subyektiv fikrlar orqali aksiya obligatsiyalari bozorda $50,000, $60,000 dan aylanadi. Ya'ni kompaniyaning turishi 10,000, lekin uning qimmatli qog'ozlari bozorda $50,000 yoki $60,000 da aylanib yurganligini e'tiborga molik hodisa sifatida hisoblasak bo'ladi. Chunki bu juda ko'p kompaniyalar bilan uchrovchi hodisalardan biri hisoblanadi. Ya'ni moliya bozorlari aytgandek barcha qimmatli qog'ozlarning savdosini
va valyuta munosabatlarini tartibga soluvchi jarayon hisoblanadi. Va bugun biz moliya bozorlaridagi ichki derivativlar emas, ularning yadrolari, ya'ni iqtisodiyotga qanday uyg'unlashgani haqida fikr yuritishga harakat qilamiz. Demak, moliya bozorlarini o'z ehtiyojiga ko'ra uch tamoyil bilan rivojlanishi iqtisodiyotning uyg'unligiga ta'sir qilar ekan. 2015-2024-yillarda turli xil universitetlarda o'tkazilgan so'rovnomalarda rivojlanayotgan mamlakatlarda oddiy bir narsani aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Ya'ni bolalarda $10,000 demak miqdorida pul bo'lganida ikkita tanlov berishdi. Ya'ni birinchi tanlov bu o'sha pulni qandaydir ishlab chiqarishga, sanoatga tikish va rivojlantirishga harakat qilish yoki u pulni bozorda ko'paytirish, qimmatli qog'ozga tikish, kriptovalyuta olish, totalizatorda o'ynab ko'rish yoki ma'lum bir bozorda ish yuritayotgan qandaydir tadbirkorga оборотga berish orqali qandaydir investitsiyalarni qo'lga kiritish varianti edi. Ya'ni ishlab chiqarish yoki moliya. Eng qizig'i, rivojlanayotgan mamlakatlarda talabalarning 80% moliyani tanlagan. Ya'ni tez boyib olish sindromi paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, ishlab chiqarish katta vaqtni oladi. Demak, iqtisodiyotning uyg'unlashuvida bu narsalarni tushunish uchun ehtiyojga ko'ra 3 tamoyilni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi bu kapital yig'ish jarayoni hisoblanadi. Aytganimizdek, zamonaviy bozor iqtisodiyotida o'z mablag'ingizdan tashqari mablag'larni ham ishlatish imkoniyati bo'ladi va iqtisodiyot kredit bilan uyg'unlashadi. Juda ko'p tashkilotlar kredit berishga harakat qilishadi va ularning riskka tortilganlik darajasi har xilligi, ya'ni xilma-xilligi, diversifikatsiya bo'lmaganligi bilan ta'minlanib turadi. Xususan, ijobiy variantlardan Uganda mamlakatining o'qituvchilaridan biri, ya'ni ayol kishi umuman kreditlash bankidan $195 kredit oladi. Bu juda kichkina mikrokredit edi. O'sha 2006-yil Muhammad Yunus Nobel mukofotiga sazovor bo'lib, taklif qilgan mikrokreditlardan edi. U aslida 4 ta farzandli beva ayol edi va bu ham tibbiyotda o'qituvchi, ham doyalik bilan shug'ullanardi. Va mana shu doyalik bilan shug'ullanish uchun bu ayol $195 ga o'z klinikasini rivojlantirishga muvaffaq bo'ldi va qariyb 3-4 yil davomida qariyb 4,5 mingdan ortiq chaqaloqqa doya bo'lishga muvaffaq bo'ldi va foyda juda katta miqdorini tashkil qildi. Bu mikrokreditning kreativlikka, qobiliyatga berilgan eng ideal ko'rinishlardan biri hisoblanadi. Eng qizig'i, kredit oluvchilarning 90-95% kreditni to'liq qoplaganligi yana ham ajablanarli hisoblanadi. Buning teskari rakurslari ham mavjud. Rivojlanayotgan mamlakatlarda juda ko'p kreditlash tizimlari mavjud. Ya'ni inson o'z hayotida iste'mol krediti, bitovoy texnikalar, o'sha uy sharoitidagi xo'jalik buyumlari, gadjetlar, umuman ularga kerak bo'lgan barcha iste'mol buyumlari uchun kreditlar tizimi mavjud. Ko'chmas mulk uchun ipoteka kreditdan foydalanishadi yoki tadbirkorlik, biznes kreditlari yoki murakkab darajada faktoring va parpeyfing operatsiyalari mavjud. Va eng qizig'i, ba'zi bir rivojlanayotgan mamlakatlarda mana shu kreditlash tizimiga bo'lgan noto'g'ri munosabat ma'lum bir kelishmovchiliklarni keltirib chiqaradi va kredit inqiroziga olib keladi. Chunki o'zingniki bo'lmagan pulni doimiy ishlatib borish qandaydir riskka tortiladi. U albatta bunda o'sha kreditni qoplagandan keyin buyum o'ziga qolishi, ya'ni buyumni undan ham ko'proq foydalanish imkoniyati mavjud bo'ladi. Lekin mamlakatdagi mehnat tizimining beqarorligi, ya'ni Yaponiyani bilamizki, bir ishda 10 yil yoki 15 yil faoliyat ko'rsatish bu odatiy hodisa hisoblanadi. Lekin bu rivojlanayotgan mamlakatlarda kuzatilmaydi va ba'zi bir uzilishlarni keltirib chiqaradi. Demak, kreditlash tizimining ideologiyasi insonlarni kreativligiga beriladigan moliyaviy baho bo'ladi. Rakurslarning o'zgarishi esa u kreditlarni qoplamaslikka harakat qiladi. Qimmatli qog'ozning illyuziyasi, ya'ni jozibadorligi nimadan iborat? Bozor iqtisodiyotida har bir odam buni Wall Street bo'ylab tentirab degan bir kitob mavjud. Mana shu kitobda Amerika olimlaridan, yozuvchilaridan biri bu kitobda juda ham aniq ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni qimmatli qog'ozning illyuziyasi. Ya'ni xorij mamlakatlarida, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda assotsiatsiyalarga, ya'ni ma'lum bir qimmatli qog'ozlarni chiqaruvchi tashkilot tuzishga nisbatan erkin faoliyat mavjud va xususan futbolga qiziquvchilar o'zlari bir tashkilot ochishdi. Ya'ni futbolga qiziquvchilar tashkiloti. Va ular aksiya chiqarishni boshlashadi
Ya'ni bozorda faqatgina Apple'ning 10 ming dollarlik aksiyalari emas, hatto osh yeyuvchilar assotsiatsiyasi yoki golf o'ynovchilar assotsiatsiyasi, mana shunga o'xshagan assotsiatsiyalarning 1 sentlik qimmatli qog'ozlari ham mavjud. Va 2012-2013 yillarni eslaydigan bo'lsak, bir keysni misol qilib keltirish mumkin. Yaponiya mamlakatida 4 ta olim qandaydir energetika bo'yicha klub tashkil qilib, assotsiatsiya shaklida ish olib borardi. Ularning 2-3 sentlik aksiyalari bozorda aylanardi. Ya'ni yadro energiyasi bilan, umuman energetika sohalari bilan shug'ullanuvchi kichik assotsiatsiya edi. Va ma'lum bir shaxs bu aksiyalardan 1000 ta sotib oldi va uni ma'lum bir sent evaziga yana sotish va 15-20 dollar foyda ko'rishni ko'zlagan edi. Lekin vaqt o'tib, oradan bir oz vaqt o'tib, Yaponiyada Fukushima sodir bo'ldi. Ya'ni juda katta tsunami. Va mamlakat mana shu to'fonlarni oldini olish, energetikani boshqarish va boshqa sohalarga yillar davomida 200 milliard dollar ajratishga qaror qildi. 200 milliard dollar kapitalizatsiya degani anavi energetikani o'rganib o'tirgan 4 ta olim uchun eng kamida 25 million 30 million dollar grant yutish imkoniyati bo'ladi va bu aksiyalar o'sha 3-4 sentli bizning aksiyalarimiz 18-20 dollargacha, ya'ni juda katta miqdorlarda ko'payishiga olib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu qimmatli qog'ozlarning ehtiroslari hisoblanadi va kapital yig'ish ham barcha insonning tanlovi hisoblanadi va Amerika 1970-75 yillarda sanoat ishlab chiqarishdan moliya ishlab chiqarishga o'tgandan keyin butun rivojlanayotgan mamlakatlar dollar, valyuta va moliya qimmatli qog'ozlarning illyuziyasiga uchraganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi sabab bu kapitalni saqlash, ya'ni ortiqcha kapitalni saqlash. Albatta sizning ortiqcha pulingiz bo'lsa nima qilasiz? Bizda masalan ba'zi bir odamlar ortiqcha puli bo'lsa, qaysidir bankka yoki bozorga boradi va uni dollar qilib yostig'ini tagiga qo'yib qo'yadi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ham, rivojlanayotgan mamlakatlarda ham ba'zi bir shunday hodisalar bo'lishi mumkin. Ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda. Yoki ortiqcha kapitalni qandaydir investitsiyalar shaklida saqlab qolishga harakat qiladi. Buni keyslar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. 1970-yillarda Bruney sultoni juda katta miqdordagi neftni sotib boyib ketganligi va juda katta miqdordagi naqd pul bor edi va ma'lum bir vaqt davomida bu naqd pul unda saqlandi va u bu pulni saqlashni investitsiya orqali, kapital orqali rivojlantirishga majbur edi. Chunki juda bu katta pulni uyda saqlashni iloji yo'q. Birinchidan bu inflyatsiyani, ya'ni bir kun kelib juda katta inflyatsiyani keltirib chiqaradi. Ikkinchidan yillardan keyin xuddi shu pulga aynan o'sha mahsulotni sotib ola olmaydi, narxlar o'zgaradi va uyidagi turli xil hodisalar, pulning o'g'irlanishi yoki boshqa hodisalar umumiy kapitalni, demak, riskka torttirganlik darajasini oshirib yuboradi. Shuning uchun ortiqcha kapitalni saqlashda ko'proq banklar, distribyutorlar rol o'ynaydi va ko'pchilik juda katta ishbilarmonlar o'z kapitalini saqlashda ma'lum bir provayderlarga yoki investitsion kompaniyalarga, professionallarga, bu ishning ustalariga ishonishga harakat qiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda biznes infratuzilmalarining nisbatan notekisligi va lobbizmning kuchliligi sababli ko'pchilik pulini uyida saqlashga yoki ikkinchi variantda ko'chmas mulkka tikishga harakat qiladi. Va bu keyinchalik o'sha bozorda yetarli pullarni aylanmasligiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu moliya bozoriga nisbatan xarislik hisoblanadi. Bunda bir narsani e'tirof etish kerak. Rivojlangan mamlakat uchun, ya'ni A mamlakati rivojlangan bo'lsa, uning uchun oson bu narsa, chunki aholisi uchun ortiqcha kapitalni yig'ayotganda kamida uning uchun o'nlab takliflar bo'ladi. Ya'ni bu ishni professional darajada bajaradigan tashkilotlar ko'p. Rivojlanayotgan mamlakatlar esa fond bozorini, ya'ni o'sha moliya qimmatli qog'ozlar bozorini nazoratda ushlashga harakat qiladi. Nima uchun nazoratda ushlaydi? Chunki tashqaridan juda yuqori investitsiya kirib kelib yoki Sorosdek juda katta korchalonlar yoki katta guruhlar, konglomeratlar bozorimizga kirib kelishi va katta kompaniyalarni egallash ehtimollarini davlat susaytirishga harakat qiladi va nazoratni o'z qo'liga oladi. Bu bir jihatdan davlat uchun ijobiy hisoblanadi. Lekin buni salbiy taraflari bor. Ya'ni har bir aholi moliyaviy derivativlarda yoki qimmatli qog'ozlarning savdosida ishtirok etishi qiyinlashib qoladi va aholi nimadan foydalanadi? Aholi boshqa provayderlardan Qozog'iston orqali London birjalariga chiqish
yoki boshqa kirib kelgan onlayn internet orqali kirib kelgan boshqa provayderlardan va buni jozibaliligi boshqa internet o'yinlariga ham o'tib ketish yoki PokerStar, 1xBet kabi muammolarga, ya'ni boshqa moliyani boshqa sohalarga, riskka juda katta bo'lgan sohalarga yo'naltirish orqali vujudga kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va uchinchisi, aytganimizdek, bu o'sha kapitalni sug'urtasi. Dunyoda hamma narsaning sug'urtasi hozir mavjud. Ya'ni sog'liqni saqlashdan tortib, uy xo'jaliklari, moliyaviy operatsiyalar, kredit, tashqi savdo barchasining sug'urtasi mavjud. Va rivojlangan mamlakatlar bu yerda ham sug'urtaga juda katta e'tiborni berishadi va barcha narsaning sug'urtalanishi kapitalning riskka tortilganlik darajasidan kamroq bo'ladi. Bunday xatolar juda ko'p bo'lgan. Masalan, qanday sug'urta, yuk tashish va savdoda qaroqchilar paydo bo'lishi. Biz o'ylaymiz, qaroqchilar bu 18-19-asrda. Yo'q, Somali qaroqchilari yoki 20-21-asrda ham mavjudligini ko'rishimiz mumkin va Jahon dengiz tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra 2003-yildan 2012-yilgacha 3436 ta demak qaroqchilik sodir bo'lganligi dengizlarda. Ayniqsa Xitoyning janubiy dengizlarida, Malakka bo'g'ozida masalan juda ko'p qaroqchilar bo'lishi va bular operatsiyalarni sug'urtalash imkonlari bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yana bir misollardan biri 2009-yilda US Open, ya'ni tennis bo'yicha mashhur dublg'a musobaqasida sportchilar qatnashardi va ko'p kompaniyalar unga homiylik qilardi. Qaysi kompaniya homiylik qilgan sportchi g'alaba qozonsa, unga juda katta bonuslar va bu orqali reklama orqali kompaniyalarga ham juda katta bonuslar borardi. Faqat ular sug'urtalanishi kerak edi. Va Fila kompaniyasi bu yerda Kim Clijsters degan tennischini ayolni tanladi. Mashhur tennischi edi, lekin uning bonusini sug'urtalamagan. Aslida sug'urta kompaniyalari uni sug'urtalashga moyil edi. Chunki u tug'ruqni boshdan kechirgan edi va ko'p yillardan beri tennisga endi qaytgan, faqatgina 2 ta turnirda ishtirok etib ketgan edi va uni chempionlik ehtimoli bukmekerlarning fikriga ko'ra 40 dan 1 ehtimolga teng edi. Va sug'urta kompaniyasi albatta buni chempion bo'lmasligiga ishonardi va sug'urtani ko'proq to'lashga rozi bo'lardi. Va Fila kompaniyasi oddiy bu shu holatdan foydalanmadi va bu kompaniya uchun daromad ham keltirmadi. Kim Clijsters uchun esa biroz haqoratli bo'ldi. Chunki u US Open chempioniga aylandi va bonuslardan o'sha sug'urta qilinmaganligi sababli nisbatan mahrum bo'lishga majbur bo'ldi. Demak, misollar ko'p. Aslida barcha vaziyatlarni sug'urtalash, inson o'z operatsiyalarini, shartnomalarini, kapitalini ma'lum bir riskka tortilganlik darajasini boshqarishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Albatta, insonning o'zini moliyasini boshqarish yoki kompaniya moliyasini boshqarish, jahon moliya tizimini boshqarish aytaylik juda murakkab hisoblanadi. Va buni o'zini kitoblari mavjud va bu kitoblarni o'sha olimlar, bu ishning ustalari albatta yozib qo'ygan. Lekin ularning yadrosi, ularning shakllanishi, birinchi qimirlash qayerda sodir bo'lgan va nima uchun rivojlanayotgan mamlakatlarda fond bozori nisbatan yopiq bo'lsa ham, uning bolalari ishlab chiqarishga yoki boshqa narsaga emas, balki jozibali kriptovalyutalarga, moliya bozorlariga, qimmatli qog'ozlarga, o'sha trading degan o'sha narsaga ko'proq xaris bo'ladi. Mana shuning kelib chiqish sabablarini o'rganish uyg'un iqtisodiyotning asosiy masalalari hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.